Hozir berganlaringni avvalgisiga qo'shib, albatta qaytaraman. Bu nima deganing do'stim? Sen bilan yoshligimizdan do'st bo'lsak, buni ustiga bir joyda ishlasak, menga sani qadring milliardlardan ham ustun turadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz Davlat soliq qo'mitasidamiz. Keling, xizmat. Sizning kompaniyangiz 300 milliard qarzga kirgan. Bo'lishi mumkin emas. Mayli do'stim, men bora qolay, xonamda bo'laman, bu narsa kerak bo'lsa, ha? Mana hujjatlari, tanishib ko'rishingiz mumkin. Qarz o'z vaqtida qoplanmasa, kompaniyangizni musodara qilishga to'g'ri keladi. Mayli, biz yana xabar olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bu diskni ko'rib chiqing. Atrofingizdagilarni xiyonatiga yarasha jazolashni istasangiz, biz bilan bog'laning. Agar ishi tushsa bo'lar muloyim, mening ishim tushsa yuz burar doim. Joyingiz jannatdan bo'lsin iloyim, meni sindirmoqchi bo'lgan kimsalar. Mansabing bor mahal sharobing ichar, tunu kun maqtaydi borini sochar. Gar nafim tegmasa kafanim bichar, meni so'ndirmoqchi bo'lgan kimsalar. Meni so'ndirmoqchi bo'lgan kimsalar. Non tuzimni yeb turgan kimsalar, bildirmay ortimdan kulgan kimsalar, o'zi kimligini bilgan kimsalar, so'ndirmoqchi, sindirmoqchi bo'lgan kimsalar. Non tuzimni yeb turgan kimsalar, bildirmay ortimdan kulgan kimsalar, o'zi kimligini bilgan kimsalar, so'ndirmoqchi, sindirmoqchi bo'lgan kimsalar. Ko'nglimga yo'l topib nonimni totar, ilonday payt poylab bag'rimda yotar. Sirimni fosh etib nomimni sotar, meni soldirmoqchi bo'lgan kimsalar. Do'st edi, ishondim, qo'limni berdim, ayyorga qaydanan dilimni berdim. Ah yomon pand yedim, jigaram derdim, meni tindirmoqchi bo'lgan kimsalar. Pul bor, qani endi shartingiz ayting. Sizga qancha kerak dardingiz ayting. Qadringizni emas narxingiz ayting. Yo'lda qoldirmoqchi bo'lgan kimsalar. Bir o'zing qo'llagin yaratgan egam, ularga boshimni egmagin hech ham. Men o'zingga soldim ularni xardam, sinovda ustimdan kulgan kimsalar. Sinovda ustimdan kulgan kimsalar. Non tuzimni yeb turgan kimsalar,
bildirmay ortimdan kulgan kimsalar, o'zi kimligini bilgan kimsalar, so'ndirmoqchi, sindirmoqchi bo'lgan kimsalar. Non tuzimni yeb turgan kimsalar, bildirmay ortimdan kulgan kimsalar, o'zi kimligini bilgan kimsalar, so'ndirmoqchi, sindirmoqchi bo'lgan kimsalar.